Bizi arharlarimiz, polvonlarimiz itarmanglar iltimos. Mana shu yerda hozir ichki ishlar xodimi hammani bolasini ko'tarib turibdi mana yerda hozirda. Sizlar itaryapsizlar. Rohatsiz bo'lyapti onalarimiz mana yerda. O'zim o'rgilay, iltimos. Iltimos. Ana endi hozir haligi ur qilganda haligi hayajonda orqadan itarib yuboryapsizlar shekilli-da. Onalarimiz bor, ayollarimizga ehtiyot qilamiz. Qanaqa bo'lmasa o'zimizniki shu ayollar. O'zimizniki. Hozir bir ikkita eshitadigan narsa aytamiz. Mana kimda ana Namanganlik bolacha Biloljonni chaqirsak, dunyo qo'shig'ini al, mikrofonda ol.